Söyümlük balalar, xush keldinglar. Bu bölümde sizlarga Peygamberimizning cho'ng dadisi Abdulmutallibning tushida ko'rgan vaqaligi bilan Zamzam quduqini qandoq topganligini anglatamiz. Sizmi tayyor bo'lgan bo'lsangiz, undaqda boshladik. Makka cho'lning o'ttirsidagi atrofi tog'lar bilan qoplangan shahar edi. Bu shaharda Abdulmutallib ismli bir oqsoqol bor edi. Abdulmutallib Mekkiliklar nayt yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan birisi edi. Mekkiliklar ichida nemish bo'lsa hal qilish uchun Abdulmutallibga murojaat qiladi. Chunki u bek adil, haq turadi. Kimning bir ehtiyoji bo'lsa, uning yeniga boradi. Uning bekmi yordam suyar ekanligini biladi. Her tarafdan to'lim oq ko'ngil edi. Bir kuni tush vaqti Abdulmutallib tushida oq libos kiygan birisi. Tur, hey Abdulmutallib, tur, Ka'bani qoz, deb nido qildi. Abdulmutallib intayin hayron qilib, Ka'baning qayrini deb so'radi. Ammo savoliga hech javob ololmay uyg'onib ketdi. Atsi yana o'xshash vaqtda Ka'baning soyasida arom elib yana uxlab qoldi. Tushida o'xshash odam bu qitimmi Magmunani qoz deb nido qildi. Abdulmutallib hayajon bilan Magmuna degan nima deb so'radi. Abdulmutallib yana savoliga javob ololmay uyg'onib ketdi. 3-chi kuni Ka'baning soyasida arom elayotganda yana uxlab qoldi. Yana o'xshash kishi Abdulmutallibga Zamzamni qoz deb nido qildi. Abdulmutallib javob elish umidi bilan Zamzam degan nima deb so'radi. Bu qitim javob berib, Zamzam hech to'xtab qolmaydigan pok-pokiz va sut-suzuk suvdir. Zamzam quduqi Makka xalqining Ka'ba uchun qurbonlik qiladigan yerdidir. Ola qanotliq bir qog'a tumshug'i bilan belgi berib sana ko'rsatdi. O'xshash vaqtda u yerda yana chumuli ulsimi bor deb javob berdi. Abdulmutallib cho'nqur o'ylanishga boshladi. Chunki Zamzamning borliqidan xabari bor edi. Afsus, qayerda ekanligi haqida hech ma'lumoti yo'q edi. Yillar ilgari dushmanning zulmi tufayli qochgan Makka xalqi qo'ldagi qimmatli jabduqlarni Zamzamning ichiga etib, ustini etibatgan edi. Uzun vaqt qaytib kelmaganlik uchun Zamzamning yeri unutilgan edi. Suyimlik balalar, bilasizlar-ku, Zamzam suyi tunji qitim Hazrat Ibrohimning ayoli Hajarning cho'lning o'ttirisida bo'qi Hazrat Ismoil bilan suvsiz qolgan vaqtida Alloh tarafidan chiqarilgan mo'jizalik suvdir. Abdulmutallib tushida ko'rganlariga asosan harakat qilib, ishorat qilingan yerga keldi. Deginiga o'xshash bir qog'a tumshug'i bilan bir yerni ishorat qilib tushib chiqavatadi. Azroq yaqin kelganda chumuli uvsinimi ko'rdi. Ortiq hech ikkilanmagan Abdulmutallib o'g'li Harisni yeniq elib takror keldi. Zamzamni tepish orzusi bilan qazishni boshladi. Uzun o'tmay yumaloq bir tosh uchirdi. Darhol toshni ilayotgan ekan, Zamzam quduqi o'ttirg'i chiqdi. Zamzam quduqining intayin qimmatli jabduqlar bilan to'lganligini ko'rdi. Makkaga o'xshash suv qiyinchiligi bor yerda hamda ichida qimmatli buyumlar bilan to'lgan mushundoq bir quduqqa ega bo'lgan Abdulmutallib Allohu akbar, Allohu akbar deb tovlashga boshladi. Bu ovozni anglagan Makka xalqi Abdulmutallibning yeniga keldi.
ko'rganlariga qarab ko'ziga ishonmadi. Hamda bu atalarımızın mirasi. Tapqan bu qimmatli jabduqlar va suvni biz bilan tang bahramon bo'lishing kerak. Abdulmutallib deyishdi. Abdulmutallib hech ikkilanmay ularga: "Yo'q, buni qila olmayman. Chunki Zamzam quduqi faqat menga tushimda ko'rsatildi. Agar sizlarning maqinglar bo'lgan bo'lsa, sizlarning bu tushinglarda ko'rsatilgan bo'ladi", dedi. Biroq Makkaliklar nihoyat ching turib, "Bu suv va qimmatli jabduqlarga o'zinglam ega bo'lishingga ruxsat qilmaymiz. Ham sen kimga ishinib bizga qarshi chiqyapsan? Faqat yolg'iz bir odamsan. Yeningda faqat bir o'g'ling Haris bor", deb qarshi chiqdi. Bu qarshi chiqish Abdulmutallibga bek ta'sir qildi. Hamda Robbimiz bo'lgan Allohga qo'lni ichib 10 farzand berish uchun duo qildi. Makkaliklarni mo Zamzam suyidan va ichidagi qimmatli jabduqlardan bahralanish uchun Abdulmutallib bir kishini tanlab bu voqeaga hukm chiqarg'ich qilayli, deb taklif berdi. Bu taklifni muvofiq ko'rgan Makkaliklar Shamda yashaydigan kohin eng muvofiq deb javob berdi. Taklifini uyg'un ko'rgan Abdulmutallib to'gisini minib boshqa Makkaliklar bilan Shamga qarab yo'lga chiqdi. Maqsadi Shamdagi kohinning Abdulmutallibning topgan Zamzam suyi va ichidagi qimmatli jabduqlar haqida qandoq bir qaror beradiganligini bilish edi. Cho'lda safar bek qiyin hamda bordigan yeri bek uzun edi. Safar asnosida Abdulmutallibning suyi tugidi. Makkaliklarning yeniga ketib suv talab qildi. Ammo ularning hech suv bergisi yo'qdi. "Biz mu cho'lda hamda safarda bizning bu suyimiz tugishi mumkin. Shunga sana suv bera olmaymiz", dedi. Bu ahvolda Abdulmutallibning bek ko'ngli yerim bo'ldi va to'gisining yeniga keldi. Abdulmutallib o'rnidan turgan to'gisining ostidan tatliq bir suvning etilib chiqqanligini ko'rdi. Intayin hayajon ichida "Allohu akbar! Allohu akbar!" deb tovlashga boshladi. Qiziq cho'lning o'ttirisida hamda tuproqning ustida bundoq bir suvning chiqishi cho'ng bir mo'jiza edi. Abdulmutallib avval qiynib suvsizligini qondirdi. Orqadan to'gisini sug'ardi. Eng oxirida o'ziga suv bermagan Makkaliklarni taklif qilib, suv ishlatishni dedi. Makkaliklar bo'lib o'tgan ishlarga qarab ko'ziga ishonmadi. Shuning bilan birga vaqtda intayin xijil bo'ldi. Chunki biroz ilgari suvsiz qolgan Abdulmutallibga suv berishni rad qilgan edi. Aksicha Abdulmutallib nihoyat mardlik qilgan edi. Suvdan ham o'zining, ham to'gillarning ehtiyojini qondirdi. Orqadan Abdulmutallibning yeniga kelib: "Ey Abdulmutallib, Shamga berishning hojati yo'q. Shubsizki, Zamzam quduqi va ichidagi qimmatli jabduqlarda bizning haqqimiz yo'q. Sen haqliq. Ular sening haqqing. Hech qanday haq talab qilmaymiz. Chunki sen suvsiz qolding va Alloh sana mo'jiza bilan suv evatdi", dedi. Masala hal bo'lgan edi. Abdulmutallib va Makkaliklar biroz orom olgandan keyin yana Makkaga qaytdi.